Shahramot tumani Hojatda mahalla navbatchi xonadoniga keldik. Uyimizda 2.6 xona, 4 ta sanuzor. Qurayotgan bo'lsak, ko'chalar asfalt qilingan. Kameralar hammasi ulangan. Hozir uchun obzorga beraman. Ko'ringlar. Bu bizning mana kirishimiz. Bu yerda mana bemalol bitta mashina qo'ysaylik bo'ladi. Bu shunaqa chiroyli besetka qilib qo'ygan, kirib dam olsa bo'ladi. Takani beshini qilib qo'yishgan. Bu yerda mana yozgi oshxona qilib joy qilingan. Bemalol oshlar, shashirlar qilsa bo'ladi. Shunaqa bu yerda mana zo'la qilib chiroyli archalar ekib qo'yishgan. Bu yerda bizada sanuzun, bu yerda mana uyimizni ko'rinishi. Bizada hol ko'rayotgan bo'lsanglar, вообще необычный qilishgan, rangini ham chiroylisini tanlashgan. Bizada oshxona. Kuxnining zo'rini tanlashgan. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Xolodilnik shkaf orqasi bekitilgan. Chiroyli kartinkalar yig'ib qo'yishgan. Bizada zal. Shu ko'rayotgan narsalar hammasi qoladi. Stol, divanlar, televizorlar hammasi qoladi. Böyle bizada sanuzor. Burada bizada yatta xona. Ranglarni ko'rib olsizlarmi? Вообще необычный. İkinci qavatga ko'tarib oldik. O'tda yana bitta zal. To'y hashamlarda alohida erkaklarga, ayollarda alohida o'tiradigan joy qilsa bo'ladi. Shuna chiroyli kartinkalarni qo'yishgan, televizorlar qo'yib qo'yishgan. O'tda bizda detskiy xona. Shunaqa bizda kichkina balkoncha bor. Balkonchadan o'shalarga o'tirsa bo'ladi. Mana xonasi. Sanuzor. Va bu yerda radiotsiz xona. Sanuzor. Bu uyimizga 198 ming